Salom, hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun men sizga shu qadar muhim, shu qadar dolzarb mavzu haqida gapirib beramanki, bu ma'lumotni bilmaslik afsuski ko'plab fuqarolarimizning kelajakdagi nafaqa miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun hozirning o'zida diqqatingizni jamlab, bu videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Ayniqsa, agar sizning mehnat stajingiz 20 yoki 25 yilga yaqinlashgan bo'lsa, yoki allaqachon ushbu muddatga ega bo'lsangiz, bu siz uchun hayotiy muhim axborotdir. Har bir so'zga e'tibor bering, har bir tafsilotni eslab qoling. Hozirda yo'q kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot boshqalarga ham yetib borishi juda muhim. Keling kechiktirmasdan mavzuga o'taylik. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, O'zbekistonda nafaqa tizimi doimiy ravishda takomillashtirilib kelinmoqda. Bu yaxshi, chunki o'zgarishlar odatda fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan bo'ladi. Biroq har qanday o'zgarish o'zi bilan ba'zi yangi qoidalarni, tushunarsiz joylarni ham olib kelishi tabiiy. Yaqin vaqtgacha nafaqa olish tartibi nisbatan sodda edi. Asosan fuqaroning yoshi va mehnat daftarchasidagi qoidalar asosida umumiy ish staji hisoblanardi. So'ngra ish haqi ma'lumotnomalari yig'ilib, pensiya tayinlanardi. Ko'pgina hollarda ayollar uchun 20 yil va erkaklar uchun 25 yil ish staji asosiy minimal mezon sifatida qabul qilinardi. Bu minimal degan so'zga e'tibor bering. Kimda shuncha staj bo'lsa, u to'liq nafaqaga chiqadi degan tushuncha keng tarqalgan edi. Bu tushuncha qisman to'g'ri edi, lekin hozir vaziyat biroz murakkablashdi. Prezidentimizning farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan pensiya qonunchiligiga kiritilgan so'nggi o'zgarishlar, ayniqsa ish staji 2 yoki 25 yil atrofida bo'lgan fuqarolar uchun juda muhim yangi nüanslarni keltirib chiqardi. Ilgari to'liq ish staji tushunchasi ayollar uchun 2 yil, erkaklar uchun 25 yil deb belgilangan va bu muddatga yetgan har bir kishi maksimal bazaviy pensiyaga ega bo'lishi mumkin edi, albatta ish haqi miqdoriga qarab. Ammo hozirda nafaqani hisoblashda ish stajining nafaqat umumiy davomiyligi, balki uning sifati, ya'ni ijtimoiy sug'urta badallari muntazam to'langanligi va shunga o'xshash omillar ham hisobga olinmoqda. Eng muhimi, endi nafaqa miqdorini aniqlashda to'liq ish stajidan ortiqcha har bir yil uchun qo'shimcha foizlarda pensiya oshirilishi mexanizmi yanada aniqlashtirildi. Bu degani, agar sizda 20 yoki 25 yildan kamroq staj bo'lsa, sizning nafaqangiz hajmi sezilarli darajada kamayishi mumkin. Agar ortiqcha stajingiz bo'lsa, u sizga qo'shimcha daromad keltiradi. Lekin bu yerda aynan 20 yoki 25 yil chegarasida turganlar uchun juda ko'p noaniqliklar va xavotirlar paydo bo'lmoqda. Chunki bir necha oy, hatto bir necha kunlik farq ham nafaqa miqdorida katta farqni keltirib chiqarishi mumkin. Endi bu o'zgarishlarning tuba mohiyatini va ularning sizning shaxsiy vaziyatingizga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi asosiy qism, nimani bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasa ham bo'ladi? Azizlar, avvalo shuni tushunib olaylikki, O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunining so'nggi tahrirlarida va unga kiritilgan qo'shimcha o'zgartirishlarda ish staji masalasiga jiddiy e'tibor qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, pensiya miqdorini hisoblashda nafaqat sizning so'nggi ishlagan 5 yildagi maoshingiz, balki aynan sizning mehnat stajingizning aniq muddati ham katta ahamiyat kasb etadi. Eng avvalo nimani bilishingiz kerak? 1. To'liq ish staji tushunchasi. O'zbekistonda ayollar uchun to'liq ish staji 20 yil, erkaklar uchun esa 25 yil etib belgilangan. Bu sizning pensiyangizni to'liq miqdorda olish uchun zarur bo'lgan minimal stajdir. Agar sizda bu muddatdan kam staj bo'lsa, sizning nafaqangiz proporsional ravishda kamayadi. Bu esa afsuski ko'pchilik kutganidek minimal miqdordan ancha past bo'lishi mumkin. 2. Qo'shimcha stajning qiymati. Eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, agar sizning ish stajingiz ayollar uchun 20 yildan va erkaklar uchun 25 yildan ortiq bo'lsa, har bir ortiqcha yil uchun pensiyangizga qo'shimcha foizlar qo'shiladi. Bu degani, siz qancha ko'p ishlagan bo'lsangiz, nafaqangiz shuncha yuqori bo'ladi. Bu mexanizm sizni uzoqroq ishlashga rag'batlantiradi va haqli ravishda ko'proq pul olishingizni ta'minlaydi. 3. Ish stajini tasdiqlashning muhimligi. Endilikda nafaqaga chiqishdan oldin o'z ish stajingizni pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlarda oldindan tekshirtirish va tasdiqlatish juda muhim. Chunki mehnat daftarchasidagi yozuvlar
arxivdagi ma'lumotlar yoki ba'zida hujjatlarning yo'qolganligi sababli chalkashliklar yuzaga kelishi mumkin. Kim xavotirlanishi kerak? Ish staji 20 yoki 25 yilga yaqinlashgan fuqarolar. Masalan, ayollar 15 yil, 19 yil. Erkaklar 23-24 yil staji ega bo'lganlar. Sizning har bir o'yingiz, har bir kuningiz muhim. Chunki ushbu chegaradan o'tish sizga nafaqani sezilarli darajada oshirishi mumkin. Aksincha, bir necha oy yetmay qolsa, nafaqangiz sezilarli darajada kamayadi. Nafaqaga endigina chiqqan yoki chiqqaniga ko'p bo'lmagan fuqarolar, sizning holatingizda ham agar sizning stajingiz shu chegaralarga yaqin bo'lgan bo'lsa, pensiyangiz qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Balki sizga ortiqcha pensiya to'lab berishlari kerakdir. Mehnat daftarchasida yozuvlari tartibsiz bo'lganlar, hujjatlari to'liq bo'lmaganlar yoki rasmiy va norasmiy ishlarni birga olib borganlar. Ularning ish stajini tasdiqlashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Ish staji 30-35 yildan oshib ketgan fuqarolar. Sizning holatingizda allaqachon to'liq va undan ham ko'proq stajga ega bo'lganingiz sababli bu o'zgarishlar sizning pensiya miqdoringizga odatda ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni qo'shimcha staj uchun bonuslar berildi. Ish staji 10-25 yildan kam bo'lgan fuqarolar. Sizlar uchun pensiya miqdori baribir minimal bo'ladi. Chunki asosiy chegara 20-25 yil uzoq. Sizlar uchun boshqa turdagi ijtimoiy nafaqalar ko'proq dolzarb bo'lishi mumkin. Keling, konkret misollar bilan tushuntiraman. Misol Gulnora opa 25 yoshda Toshkent shahrida yashaydi. Uning mehnat staji aniq 20 yil 4 oy. Ilgari 20 yildan ortiq bo'lgani uchun u xotirjam edi. Endilikda vaziyat biroz o'zgardi. Pensiya qonunchiligidagi yangi tushuntirishlarga ko'ra, agar staj ayollar uchun 20 yildan, erkaklar uchun 5 yildan bir kunga ham kam bo'lsa, nafaqa hisoblashda jiddiy kamayishlar yuzaga kelishi mumkin. Agar 20 yil va undan ortiq staji bo'lsa, har bir yil uchun qo'shimcha foizlar belgilanadi. Gulnora opaning 20 yil 4 oylik staji bor. Bu degani, u to'liq pensiya uchun zarur bo'lgan minimal stajga erishgan. Ammo endi har bir ortiqcha 4 oy ham unga qo'shimcha pensiya hisoblanmaydi. Chunki pensiya staji hisoboti butun yillar bilan amalga oshiriladi. Shu sababli Gulnora opaning 4 oy ortiqcha staji e'tiborga olinmaydi. Agar Gulnora opa yana 8 oy ishlasa, uning staji 20 yil bo'lar va uning nafaqasiga 20 yildan boshlab qo'shimcha miqdor qo'shilar edi. Bu har bir qo'shimcha yil uchun bazaviy pensiyaning ma'lum bir foiziga teng bo'lishi mumkin. Masalan, har bir yil uchun ilpanda yoki 5. Tasavvur qiling, 20 yillik staj uchun u aytaylik 1 million so'm nafaqa olishi mumkin edi. Agar 21 yil staji bo'lsa, bu miqdor 21 million so'mga yana 25 bandet qo'shilishi bilan, ya'ni taxminan 22.500 so'mga oshishi mumkin edi. Bu oylik hisobda uncha katta summa emasdek tuyulishi mumkin. Lekin umr bo'yi to'lanishini hisobga olsak, juda muhimdir. Shuning uchun Gulnora opa kabi staji 20 yilga yaqinlashganlar har bir oyning ahamiyatini tushunishlari kerak. 2 misol. Aziz aka 6 yoshda Samarqand viloyatida yashaydi. Uning mehnat staji 24 yil 8 oy. Aziz aka nafaqaga chiqishga ariza berganda unga 24 yil 8 oy staj uchun pensiya hisoblangan. Endi esa u jiddiy afsusda. Sababi, agar u yana 4 oy ishlasa edi, uning staji aniq 25 yilga yetardi. 25 yillik staj erkaklar uchun to'liq pensiya huquqini beruvchi asosiy chegaradir. Aziz akaning holatda 25 yilga 4 oy yetmay qolgani uchun uning pensiya miqdori 25 yil staji ega bo'lgan odamning pensiyasidan sezilarli darajada past bo'ladi. Uning nafaqasi 20 yil 8 oy stajga mutanosib ravishda, ya'ni to'liq stajdan kamligi uchun kamaytirilgan holda hisoblangan. Ya'ni u 25 yillik staj uchun olishi mumkin bo'lgan bazaviy pensiyadan ancha kamini olmoqda. Misol uchun, agar 25 yil staj uchun 2 million so'm pensiya olish mumkin bo'lsa, Aziz akaning 24 yil 8 oy staji uchun bu miqdor 1 million 900 ming so'm yoki undan ham kamroq bo'lishi mumkin. Bu har oy sezilarli darajadagi yo'qotishdir. Shuning uchun Aziz aka hozircha o'z pensiyasini qayta ko'rib chiqish yoki yo'qotilgan 4 oyni qandaydir yo'l bilan to'lish imkoniyatlarini izlamoqda, lekin afsuski, pensiya tayinlangandan keyin stajni sun'iy ravishda oshirish juda qiyin. Uch misol. Nigora opa 25 yoshda 2 nafar farzandning onasi. Uning rasmiy staji hozirda 10 yil. Farzand parvarishi davri ham uning ish stajiga qo'shiladi. Har bir farzand uchun onaning ish stajiga bolaning yoshi o'tiga to'lgunga qadar, lekin umumiy hisobda 6 yildan oshmaydigan muddat qo'shiladi. Bu degani, Nigora opaning 2 ta farzandi bo'lsa,
uning stajiga qo'shimcha 6 yil qo'shiladi. Shunday qilib, uning umumiy ish staji 16 yilni tashkil etadi. Nigora opa hali nafaqaga chiqish yoshiga yetmagan bo'lsa-da, u hozirdan o'z ish stajini hisoblab, kelajakdagi maqsadini aniqlab olishi kerak. Ya'ni u 20 yillik stajga erishish uchun yana 4 yil rasmiy ishlashi kerak. Agar u bu ma'lumotni bilmasa, 25 yoshga yetganida uning staji 16 yildan oshmagan bo'lsa, u to'liq pensiyaga ega bo'lmaydi. Bu esa kelajakda moddiy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun yosh onalar uchun ham bolalar parvarishi davrining ish stajiga qo'shilishini bilish va o'z ish stajini doimiy ravishda nazorat qilib borish juda muhim. 4 misol. Dilshod aka 28 yoshda. U so'nggi 10 yil davomida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan, lekin har doim ijtimoiy sug'urta badallarini to'lab kelgan. Undan oldin esa korxonada 10 yil ishlagan. Jami staji 25 yil. Dilshod akaning afzalligi shundaki, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati davrida to'langan ijtimoiy badallar ham uning sug'urta stajiga to'liq kiradi. Bu degani, uning 25 yillik staji to'liq hisobga olinadi va u erkaklar uchun belgilangan maksimal pensiyani olish huquqiga ega. Bu yerda muhim nuqta shundaki, tadbirkorlik davrida ham davlatga to'langan badallar pensiya ta'minotining asosi hisoblanadi. Agar Dilshod aka o'z tadbirkorligini rasmiylashtirmaganda yoki badallarni muntazam to'lamaganda edi, bu 10 yillik staji uning pensiya hisobiga kirmasdi va uning pensiyasi sezilarli darajada kamayar edi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, sizning har bir ishlagan kuningiz va o'yingiz pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ayniqsa 20 yoki 25 yillik chegarada turgan bo'lsangiz. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi pensiya tizimida ham istisnolar. Ba'zida esa kutilmagan tuzoqlar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Qoidalardan istisnolar: birdin, imtiyozli pensiya huquqiga ega bo'lgan kasblar, ba'zi kasblar, masalan, yer osti ishlarida, og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar, shuningdek, ba'zi tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar va harbiylar uchun nafaqaga chiqish yoshi va ish staji bo'yicha alohida imtiyozli shartlar mavjud. Masalan, ular an'anaviy yoshdan ertaroq pensiyaga chiqishlari yoki kamroq ish staji bilan to'liq pensiya olishlari mumkin. Agar siz shu toifadagi fuqarolardan bo'lsangiz, o'z imtiyozlaringizni to'liq o'rganib chiqing. Ba'zan bu imtiyozli staj 1,5 yoki 2 barobar qilib hisoblanishi mumkin. Misol uchun, shifoxonaning yuqumli kasalliklar bo'limida ishlagan shifokorning 1 yillik staji 20 yil sifatida hisoblanishi mumkin. Bu esa 20 yoki 25 yillik chegaraga tezroq yetish imkonini beradi. 2. Xorijda ishlagan davr. Agar siz chet elda rasmiy ravishda ishlagan va o'sha davlatda ijtimoiy sug'urta badallarini to'lagan bo'lsangiz, bu stajni O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shish imkoniyatlari mavjud. Biroq bu har doim ham avtomatik ravishda sodir bo'lmaydi. O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan pensiya ta'minoti bo'yicha tuzgan xalqaro shartnomalariga bog'liq. Masalan, Rossiya, Qozog'iston kabi mamlakatlarda rasmiy ishlagan davrlarni O'zbekistondagi pensiya hisobiga qo'shish bo'yicha kelishuvlar mavjud. Buning uchun sizdan o'sha davlatlardagi mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, mehnat shartnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, sug'urta to'lovlari haqidagi cheklar talab qilinadi. Bu jarayon ancha murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun mutaxassis maslahati muhimdir. Tuzoqlar va noaniq nuanslar, hujjatlardagi kamchiliklar, eng keng tarqalgan tuzoq bu mehnat daftarchasidagi xatolar. To'liqsizliklar yoki yozuvlarning noto'g'ri rasmiylashtirilganligi. Masalan, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish sanalari noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi, korxona nomi o'zgartirilganda tegishli yozuv kiritilmagan bo'lishi yoki muhri to'liq tushmagan bo'lishi mumkin. Bunday kichik kamchiliklar ham pensiya tayinlashda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bunday holatlarda sizdan qo'shimcha hujjatlar, ish joyidan ma'lumotnomalar, buyruqlar nusxalari, arxivdan ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Bu esa vaqt va asab talab qiladi. 2. Ish beruvchining mas'uliyatsizligi. Ba'zi ish beruvchilar xodimlar uchun ijtimoiy sug'urta badallarini to'liq yoki umuman to'lamasligi mumkin. Agar sizning nomingizdan ijtimoiy badallar to'lanmagan bo'lsa, bu davr sizning sug'urta stajingizga kirmaydi. Garchi siz rasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz ham. Bu juda jiddiy muammo. Chunki pensiya miqdori aynan to'langan sug'urta badallariga bog'liq. Buni tekshirish uchun har yili soliq idoralaridan yoki pensiya jamg'armasidan
o'z shaxsiy hisobingiz bo'yicha ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Sug'urta staji va mehnat staji orasidagi farq. Garchi ko'pchilik bu ikki tushunchani bir xil deb hisoblasa-da, ular orasida farq bor. Mehnat staji deganda sizning mehnat daftarchangizda qayd etilgan barcha ish faoliyatingiz nazarda tutiladi. Sug'urta staji esa faqatgina ijtimoiy sug'urta badallari to'langan davrlarni o'z ichiga oladi. Pensiyani hisoblashda aynan sug'urta staji asos qilib olinadi. Agar siz mehnat daftarchangizda yozuv bor bo'lgan davrda ijtimoiy badallar to'lanmagan bo'lsa, bu davr sizning pensiya stajingizga kirmasligi mumkin. Bu esa juda katta tuzoqdir. Oylik ish haqining hisoblanishi pensiya miqdori sizning ish stajingizga bog'liq bo'lganidek, sizning ish haqingizga ham bog'liq. Pensiyani hisoblashda odatda so'nggi 10 yil ichidagi ixtiyoriy ketma-ket 5 yildagi oylik o'rtacha ish haqi olinadi. Lekin ba'zida odamlar o'zlarining eng yuqori maosh olgan davrlarni eslamaydilar yoki bu haqda ma'lumotnomalarni saqlamaydilar. Bu ham pensiyani kamaytirishi mumkin. Sizning vazifangiz eng foydali 5 yillik davrni aniqlash va o'sha davrdagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni taqdim etish. 5. O'zgarishlar haqida bexabarlik. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarib turadi. Ko'pchilik bu o'zgarishlardan bexabar qoladi. Bu esa o'z navbatida ularning huquqlarini bilmaslikka va natijada pul yo'qotishlariga olib keladi. Aynan shu sababli ham biz bugungi videoni tayyorlayapmiz. Ushbu noaniq nuanslar va tuzoqlarni bilish sizga kelajakda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolardan qochishga va nafaqangizni to'g'ri hisoblashga yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga keldik. Nima qilish kerak? Qanday qadamlar qo'yish kerak? Pensiya hisoblash markaziga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bu har bir tuman shaharda mavjud. Hozirda ko'plab xizmatlar davlat xizmatlari markazlari orqali ham ko'rsatiladi. Shuning uchun avvalroq davlat xizmatlari markaziga borishni tavsiya qilaman. U yerda sizga qanday hujjatlar kerakligi va qayerga murojaat qilish kerakligi haqida aniq ma'lumot berishadi. Maqsad nafaqaga chiqish yoshiga yetmasdanoq o'z ish stajingizni oldindan tekshirtirib, tasdiqlatib olish uchun. Bu sizga kamchiliklarni oldindan bartaraf etish imkonini beradi. Nima deyish kerak? Men kelajakdagi pensiyamni hisoblash uchun o'z ish stajimni tekshirtirmoqchiman. Mehnat daftarchamdagi yozuvlarning to'g'riligini va sug'urta badallarining to'langanligini tasdiqlashni so'rayman. 2. Qanday hujjatlar to'plash kerak? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, asli va nusxasi, pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, asli va barcha to'ldirilgan sahifalarining nusxasi. Bu eng asosiy hujjat. Undagi har bir yozuv muhim. Oylik maosh haqidagi ma'lumotnomalar. Agar siz nafaqaga chiqqaningizdan keyin pensiya miqdorini qayta hisoblatmoqchi bo'lsangiz yoki stajingizni tasdiqlamoqchi bo'lsangiz, ish beruvchingizdan yoki arxivdan so'nggi 10 yil ichidagi ixtiyoriy ketma-ket 5 yildagi oylik ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Ma'lumotnomalar har bir ish joyidan alohida olinishi va ish beruvchining muhri hamda imzosi bilan tasdiqlanishi shart. Nikoh guvohnomasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa. Agar siz turmushga chiqqaningizdan keyin familiyangiz o'zgargan bo'lsa, mehnat daftarchasidagi yozuvlar va sizning hozirgi familiyangiz o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlash uchun nikoh guvohnomasi talab qilinadi. Tug'ilish guvohnomalari farzand parvarishi davrini hisobga olish uchun. Agar siz ayol bo'lsangiz va farzandingizni parvarish qilgan davrni ish stajiga qo'shmoqchi bo'lsangiz, farzandlaringizning tug'ilish guvohnomalari talab qilinadi. O'qish yoki harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz o'qish, kunduzgi bo'limda yoki harbiy xizmat davrini ish stajiga qo'shmoqchi bo'lsangiz, diplom, attestat yoki harbiy bilet, harbiy xizmat guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, agar ish joyingiz yopilgan bo'lsa yoki hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, tuman, shahar arxiviga murojaat qilib mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar olishingiz mumkin. Bu jarayon biroz vaqt talab qiladi. Shuning uchun uni oldindan boshlash tavsiya etiladi. Uch qanday ariza yozish kerak? Ariza shakli odatda pensiya jamg'armasi bo'limlarida standart ariza blankalari mavjud. Siz shunchaki blankani to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Nima yozish kerak? Arizada o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni, ish stajingizni tekshirish yoki qayta hisoblashni so'rayotganingizni aniq ko'rsatishingiz lozim. Agar siz qonunchilikning ma'lum bir moddasiga, masalan, qo'shimcha staj uchun bonuslar berish haqidagi moddaga
asoslanib murojaat qilayotgan bo'lsangiz, uni ham arizada ko'rsatishingiz foydali bo'ladi. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasining fuqarolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning tegishli moddalariga asosan mening umumiy mehnat stajimni qayta ko'rib chiqishni va mavjud bo'lgan qo'shimcha staj uchun pensiya miqdorimni oshirishni so'rayman. 4. Jarayon va muddatlar arizangiz qabul qilingandan so'ng uning ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi raqamni olishni unutmang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning hujjatlaringizni o'rganib chiqadi va stajingizni tasdiqlash uchun kerakli tekshiruvlarni amalga oshiradi. Bu jarayon qonunchilikda belgilangan muddat ichida, odatda 10-15 ish kuni amalga oshirilishi kerak. Agar pensiya miqdori qayta hisoblanishi kerak bo'lsa, bu ham shu muddatda ko'rib chiqilishi lozim. 5. Rad javobi olganda nima qilish kerak? Agar sizga asossiz rad javobi berilsa, yozma shaklida rad javobining sabablarini ko'rsatishlarini talab qiling. Keyin yuqori turuvchi tashkilotga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparatiga shikoyat qiling. Agar bu ham yordam bermasa, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Pensiya masalalari bo'yicha sud amaliyoti mavjud va ko'pincha fuqarolarning haqligi tasdiqlanadi. Aziz do'stlar, esda tuting. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish uchun harakat qilish juda muhim. Ertangi kuningiz tinch va farovon bo'lishi bugungi harakatlaringizga bog'liq. Bu jarayon biroz vaqt va sabr talab qilishi mumkin, ammo natija bunga arziydi. Xulosa va yakuniy chaqiruv. Shunday qilib, hurmatli tomoshabinlar, bugun biz sizning nafaqa ta'minotingizga bevosita ta'sir qiluvchi eng muhim masalalardan biri ish staji. Ayniqsa 20 yoki 25 yillik chegara bilan bog'liq o'zgarishlar va noaniqliklar haqida batafsil gaplashdik. Biz bu o'zgarishlarning mohiyatini, kimga taalluqli ekanligini, qoidalardan istisnolar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlarni ko'rib chiqdik. Eng muhimi, biz sizga nima qilish kerakligi bo'yicha aniq va amaliy ko'rsatmalar berdik. Eslab qoling, sizning har bir ishlagan kuningiz qadrli. Kelajakdagi nafaqangiz miqdori ko'p jihatdan bugun sizning bu masalaga qanchalik jiddiy e'tibor berishingizga bog'liq. Nafaqaga chiqishdan oldin o'z ish stajingizni oldindan tekshirtiring, hujjatlaringizni tartibga soling, zarur ma'lumotnomalarni yig'ing va pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan erinmang. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilishga tayyor bo'lish bu sizning farovon kelajagingiz garovidir. Mening maslahatim. Bu videoni albatta do'stlaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan yoki allaqachon nafaqaga chiqqan insonlarga. Ehtimol bu ma'lumot kimningdir hayotini o'zgartirishi mumkin. Sizning bu boradagi fikrlaringiz va tajribalaringiz biz uchun juda muhim. Kommentariyalarda o'z savollaringizni yozib qoldiring. O'z tajribangiz bilan o'rtoqlashing. Biz ularni o'rganib chiqamiz va kelgusi videolarimizda javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.